Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, qadrli radio tinglovchilar. Namangan viloyati tele radio kanalining bugunning gapi tok shousi yana efirda. Bugun ko'rsatuvimizda yoshlar o'rtasida giyohvandlik va psixotrop moddalar iste'moli oldini olish mavzusida mulohaza yuritamiz. Shuningdek, bu illatning zararlari haqida ham to'xtalamiz. Shu mavzuda suhbatlashish uchun bugun studiyamizga bir guruh suhbatdoshlarimizni taklif etganmiz. Marhamat, ular bilan tanishib oling. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati katta inspektori leytenant Kamolov Yahyobek Jo'ramirzao'g'li. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi kapitan Mo'minov Foziljon Sodiqjonov'g'li. Namangan viloyati bojxona boshqarmasi inspektori katta leytenant Usmonov Sobitxon Obidxono'g'li. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi To'raqo'rg'on tumani bo'linmasi bosh mutaxassisi Umarova Gulnoza Nosirxonovna. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Namangan viloyati bo'limi ma'naviyat targ'ibotchisi Akbarov Ahrorbek Akbarovich. Shuningdek, Namangan davlat pedagogika instituti bo'lim boshlig'i Ramziddin Tursunovlarni taklif etganmiz. Xush kelibsizlar. Umuman giyohvandlik illati bugun jinoyatchilikning ortishi omiliga aylanganini hammamizga sir emas. Masalan, Yevropa ittifoqining statistikasiga ko'ra, har 10 ta jinoyatdan 3 tasi giyohvand moddalar bilan bog'liq. Jahon bo'yicha 2025-yilda sintetik narkotiklar va psixotrop moddalar ishlab chiqarish 30% ga oshgan. Bu mamlakatlarda yashirin laboratoriyalar soni ko'payganini ko'rsatmoqda. Bu albatta huquqni muhofaza qilish organlari uchun qiyin vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali giyohvand va sintetik moddalarning tarqalishi ham avj olmoqda. Statistikaga ko'ra, joriy yilning o'zida internet orqali 1,5 mingdan ortiq narko savdo holatlari aniqlangan. Demak, bu butun dunyo bo'yicha. Agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, har yili giyohvandlik oqibatida 500 mingdan ziyod odam hayotdan ko'z yummoqda. Shu bois bu illatga qarshi mamlakatimizda ham keng qamrovli choralar ko'rilmoqda. Profilaktika, ta'lim va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish orqali yoshlar orasida giyohvandlikni tarqalishi darajasini pasaytirish mumkin. Mana bugungi suhbatimizda ham bejizga ekspertlarni taklif etmadik. Umuman olganda Foziljon aka, mana shu statistikalarni, umuman dunyodagi global mana shu muammoni, illatni tag zamiriga qaraydigan bo'lsak, demak, giyohvandlik moddalari bugun yoshlar o'rtasida keng tarqalyapti. Mana shu illatni oldini olish uchun umuman olganda jinoyat sifatini tasniflash va unga qarshi kurashish bo'yicha aytaylik, nafaqat ichki ishlar organlari yoki huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, balki keng jamoatchilik birgalikda hamkorlikda ishlarni amalga oshirish dolzarb bir masalaga aylandi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Dastlab giyohvandlik bu salbiy illat ekanligini alohida ta'kidlash joiz. Salbiyligi jihati nimada? Avvalo, insonning ruhiy holatini izdan chiqaradi. Ta'lim va mehnatga bo'lgan qiziqishni susaytiradi hamda uning eng achinarlisi hayotini erta yakunlanishiga asosiy sababchilardan biri hisoblanadi. Bunda eng nima desa bo'ladi? Yoshlar o'rtasida mana shu giyohvandlik va psixotrop moddalar iste'moliga duchor bo'lishning asosiy sabablari hozirgi kunda oiladagi nosog'lom muhit hamda o'zaro do'stlar orasidagi munosabatlar. Shu bilan birgalikda bir marta sinab ko'rsam nima bo'ladi, bir marta sinab ko'rsam hech narsa bo'lmaydi degan noto'g'ri tushunchalar asosiy sabablar bo'lyapti mana shunday yoshlar orasida mana shu giyohvandlik illatiga duchor bo'lishda. Bugungi kunda mana shu e'tibor qaratadigan bo'lsak, to'g'ri, o'tgan yilga qaraganda statistik jihatdan biroz giyohvandlikka duchor bo'lish holatlari ko'paygan bo'lishi mumkin, lekin bugungi kunda mana shunday ma'naviy yo'nalishda yoki bo'lmasa mana shu huquqni muhofaza qiluvchi organlarda mana shunday giyohvandlik va psixotrop moddalarga duchor bo'lish illatlarini oldini olish yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Ayniqsa buni shunda ko'rishimiz mumkinki, mana shunday illatga chalingan insonlarda xalqimizda bir gap bor, kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olgan eng yaxshi samarali usul deyiladi. Hozir mana shunday bugungi kunda mana shu giyohvandlikni
illatiga, mana shu giyohvandlik huquqbuzarligiga qarshi kurashishda eng asosiy vazifa qarshi kurashish bo'lmasdan, balki uni oldini olish vazifalari jadal rivojlanmoqda. Buni qonuniy asoslarini biz o'zimizni mana shu bosh qomusimizda yoki bo'lmasam tegishli kodekslarimizda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgina e'tirof etdingiz, mana shunday illatlarni asosiy sababi bu ijtimoiy muhitni ta'siri. Demak, biz farzand tarbiyalar ekanmiz. Shu nosog'lom oilada katta bo'layotgan, tarbiyalanayotgan ayrim noqobil farzandlarni shunaqa yo'llarga kirib qolish deyapmiz. Mana shu ijtimoiy ma'naviy muhitni mana shunday illatlarga qarshi bir immunitet hosil qilish uchun, hamkorlikda ish yuritish uchun mana ichki ishlar tomonidan ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha xodimlar ham joylarda bevosita turli xil uchrashuvlar deylik, sayyor qabullar deymiz, juda ko'plab tadbirlar orqali ularga nisbatan bir shunday immunitetni hosil qilish bo'yicha choralar ko'rilayotgan va bu aytaylik o'sha keng jamoatchilikni jalb qilgan holda o'tkazilyapti. Endi shu ham o'zini samarasini beradimi? Shu ma'noda Yahyobek aka, shu profilaktika ishlarida asosiy e'tibor nimaga qaratishimiz kerak deb o'ylaysiz? Xo'p, profilaktika ishlarida deylik, bugungi kunda davlatimiz rahbarining bir gapi bor. Yoshlarimizning bo'sh vaqti bu dushmanlarning ish vaqtidir. Eng avvalo birinchi o'rinda mana shu bugungi kunda o'sib kelayotgan, hozirda ta'lim olayotgan yoshlarni darsdan bo'sh vaqtlari bo'ladigan ana shunday vaqtlarni mazmunli o'tkazishini ta'minlashimiz kerak. Ana shu bo'sh vaqtlarni hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda faollik kuchaygan yoshlarda mana shunday ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'proq mana shunday giyohvandlikka qarshi kurashish va mana mafkuraviy immunitetni oshirish bo'yicha ko'proq lavhalar, shu bilan birgalikda mana shu kontentlar, shu bilan birgalikda bevosita o'zi ana shu bo'sh vaqti bo'lgan yoshlarda o'zi bevosita ishtirok etadigan tadbirlar ko'proq amalga oshirilsa, mana shunday immunitet yana ham shakllanib boradi. Mana shunday illatlarni mana jamiyatga juda ham katta zarari bor deymiz. Bu endi jinoyatchilikni asosiy omillardan biriga aylanib ketyapti, chunki giyohvandlik moddalarini iste'mol qilishga ruju qo'ygan yoki psixotrop moddalar, turli xil sintetik moddalarni iste'mol qilish shu oddiy bir qiziqishdan boshlanadi-da. Shuning uchun yoshlar o'rtasida ko'proq targ'ibot qilganda, xuddi siz aytgan yo'nalishda ularni qiziqishini inobatga olgan holda ularni fikrini chalg'itish kerak. Biz aytamiz, yoshlarning bo'sh vaqti boshqalarning ish vaqti. Demak, boshqalar shundan foydalanib qolyapti. Shu ma'noda mana shu hamkorlikdagi masalalar haqida, shu profilaktik tadbirlarni kuchaytirish yuzasidan ko'proq nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? Shular xususida to'xtalsak. Mavzuyimiz bugun haqiqatan ham dolzarb mavzu hisoblanadi. Ya'ni bu aholi orasida, yoshlar orasida bu rivojlanib borayotgan bir illat hisoblanyapti. Sababi buni kundan kunga yangi turlar ko'payib boryapti. Hozirgi kunga kelib dorixonalarda sotish holatlari, har xil sintetik tabletkalar orqali bu aholi orasida tarqalyapti. Bu holatlar oldini olish maqsadida bevosita misol sifatida keltirish kerak. Shu tadbirlar jarayonida profilaktik choralar ko'rilayotgan jarayonlarda o'sha insonga umr bir marta berilishi, undan samarali o'tkazish umri, mazmunli o'tkazish bo'yicha tushunchalar berib, insonlar, fuqarolar ongiga yetib boradigan profilaktik choralarni ko'rib borish kerak deb o'ylaymiz. Xo'p, bu borada giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni fuqarolar, ya'ni yoki shu iste'mol qiladigan shaxslar, sotadigan shaxslarga nisbatan hop amaldagi jinoyat kodeksimizda bir qator javobgarlik masalalari qo'yilgan. Giyohvandlik vositalarini sotish, oldin sodir qilgan jinoyatlardan kelib chiqqan holda, miqdorlardan kelib chiqqan holda bunga jinoiy javobgarliklar belgilangan. Bu 20 yilgacha deb turib qonunimizda belgilab qo'yilgan, ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo chorasi qo'llanilishi mumkin deb turib belgilab qo'yilgan. Endi bu o'ylab ko'rish mumkin, insonga umr bir marta berilsa, u umrni chiroyli o'tkazish o'rniga o'sha bu moddalarni savdosi bilan, o'zida saqlash bilan shug'ullanib, ozodlikdan mahrum qilish yo'li bilan joylarda o'tkazishga sababchi bo'lib qolish mumkin. Bu holatlari ham
fuqarolarga ongiga yetib boradigan darajada profilaktik choralarni amalga oshirish lozim bo'ladi deb o'ylaymiz. Endi umuman qaraganda giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarning muomalada bo'lishiga oid ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi hamda ularning qonunga xilof ravishda muomalada bo'lishiga monelik qilish, fuqarolar sog'lig'ini saqlash hamda davlat xavfsizligini ta'minlashni maqsad qilgan deb belgilab qo'yilgan. Umuman qonun doirasida agar biz ko'radigan bo'lsak, demak, qachonki mana shu narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga barham berilsa yoki mamlakat hududida ishlab chiqarish jarayonlarini to'xtatilsa, turli xil yo'llar bilan demak sintetik moddalarni ishlab chiqarish jarayonlari ham kuzatilyapti. Shu ma'noda endi buni jinoyat sifatida tavsiflash yoki O'zbekiston Respublikasida o'sha bo'lishi mumkin bo'lmagan, aytaylik, qonun bilan taqiqlangan mana shunday moddalarning savdosi, ularning iste'moli, demak hammasi shu aytaylik xorijdan kirib kelishi hisobiga ham bo'ladi. Shu ma'noda bojxona qo'mitasi tomonidan demak bu borada keng qamrovli, juda katta hamkorlik qilinadiki idoralar bilan. Demak biz qachonki uni tavsiflaymiz jinoyat deb, qachonki o'sha chegaradan o'tgandan keyin, shu noqonuniy deb topilgandan keyin, shu ma'noda umuman olganda Sobitxon shu yo'nalishda masalan qanday qilib noqonuniy aylanishiga barham beramiz va mana shunday faktlarni bizga sanab o'tsangiz. Bu mavzu to'g'risini aytadigan bo'lsak, birgina bojxona organlarining yoki bo'lmasam ichki ishlar organlarining yoki boshqa huquq muhofaza qiluvchi organlar muammosi emas. Bu har bitta xonadonni, har bitta oilani muammosi deb hisoblayman. Chunki bu nima? Bu yoshlarni birinchi navbatda o'sib kelayotgan avlodni ular uchun juda ham xavfli tahdid hisoblanadi bu narsa. Bu moddalar o'zingiz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, asosan qo'shni davlatlardan, boshqa davlatlarda ishlab chiqariladi baribir. Qo'shni davlatlardan kirib kelishi birinchi navbatda bojxona organlariga alohida mas'uliyat yuklaydi. Buning uchun o'sha har bitta chegara o'tkazish punktlarimizda, har bitta bojxona postlarida bunga qarshi kurashish bo'yicha texnik vositalar ham, xodimlari bilim saviyasi ham yoki bo'lmasam o'sha xizmatchilar deymizmi, hamma narsa yetarli. Texnik imkoniyatlar yetarli. Bu bo'yicha yetarlicha harakatlar amalga oshirilyapti, tadbirlar o'tkazilyapti. Aytaylik, Surxondaryo viloyatida, O'zbekiston Respublikasining yoki Toshkent viloyatida mazkur yo'nalishda holatlar ko'p. Qaysi ma'nodaki Tojikiston yoki bevosita Afg'oniston davlati bilan chegaradosh hisoblanganligi uchun biz bojxona organlari xodimlari sifatida har kuni, kerak bo'lsa har bir soatda, har bir daqiqada kirib kelishi mumkin bo'lgan potensial giyohvandlik vositalarini ushlab qolish uchun oldingi safda turibmiz. Ushbu xavfli moddalar kirib kelishini oldini olyapmiz. Kerak bo'lsa kanallarni yopyapmiz. Partiyalar ushlanyapti, yirik partiyalarda. O'zimiz bilsangiz kerak, o'sha 600 kilogrammdan ziyod giyohvandlik vositalar Surxondaryo viloyatini Ayrton chegara bojxona postida ushlangan. Har xil usullarda, har xil vositalarda o'sha shupurgini ichiga joylab olib kirish harakat bo'ldi yoki bo'lmasam qopga solingan kartoshkalar ichida o'sha kartoshkaga o'xshab solingan yoki bo'lmasam har xil qattiq jismlari orasiga yoki bo'lmasam boshqa parashok ko'rinishida olib kirish holatlari kuzatildi. Oddiy o'zimiz kir yuvish parashok ko'rinishida. Shularni oldini olishga harakat qilyapmiz. Bojxona organlari, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan birgalikda. Endi statistikaga ham to'xtaladigan bo'lsak, o'sha hamkasblarimiz aytib o'tishdi, statistika oshyapti faqat. Ikkita omil bor. Birinchi omil o'sha davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan o'sha o'tkazilayotgan tadbirlarga e'tibor. Ya'ni o'sha bizga mas'uliyat yuklanyapti. Mana shu yo'nalishda ishlar kuchaytirilyapti, ishlar jonlantirilyapti. Shunga yarasha natija bo'lyapti. Hozir chegaralarimiz ochiq, har qanday holatda ham yuk o'tkazish yoki aholini qatnovlari demak juda ham shaffof usulda amalga oshirilyapti. Endi bu ayrim hollarda o'sha chegara aylanma yo'llar, chegaradan boshqa aylanma yo'llar orqali olib kirish holatlari. Masalan, bizda shunday hududlar qaysi? Uchqo'rg'on tumani, aytaylik, Pop tumani yoki Yangiqo'rg'on tumanlarini misol qilib olishimiz mumkin. Ayrim holatlarda demak shunday bir vaziyatlar bo'ladiki, noqonuniy yo'llar bilan chegarani buzib o'tayotgan og'ufurushlarni bir faoliyatiga, shu harakatiga chek qo'yilyapti-da. Bunda albatta bojxonachilarning ham xizmati bor, boshqa
huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning ham xizmatlari katta. Endi bu yana ham hamkorlikni kuchaytirish zarurligini bugungi kundagi mana shu statistika ham ko'rinib bilintirib turibdi. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Marhamat. Masalan, hozir biz quruq statistikani televideniyada yoki bo'lmasam gazetalarda, radiolarda e'lon qilamiz. Mana shuncha ushlab qolindi, mana shuncha oldini olindi. Kimlar uchundir bu raqamlar ko'p, kimlar uchundir kam. Lekin shu narsani unutmaslik kerakki, mana shu chiroyli statistik raqamlar har bittasini orqasida saqlab qolingan hayot bor. Qaysidir ma'noda, qaysidir noqonuniy faoliyatni moliyalashtirish manbasi to'xtatib qolingan bo'ladi yoki bo'lmasam kimdir taqdiri sinmay qoladi, kimdir oilasi buzilmay qoladi. Mana shuning uchun nima demoqchiman? Bu dunyoni manaman degan davlatlari ham o'sha giyohvandlik vositasiga qarshi o'sha quruq huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan kurasha olmaydi. Bular o'zini kuchi yetmaydi baribir. Bu narsani taktugi bilan yo'qotib olmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda boshida aytganimdek, har bitta oilaga, har bitta xonadonga, har bitta maktab kerak bo'lsa, har bitta bog'chagacha kirib borish kerak bu yo'nalishdagi targ'ibot. Shunda o'sha yoshlarimiz bu illatdan xoli, bu narsadan o'zini tiyib, demak, bu masalaga loqaydlik, befarqlik bilan qarash mumkin emas. Mumkin emas. Statistika mana shu siz aytayotgandek qanchadir insonlarning hayotini xavf ostiga qo'yadigan holatlarni oldi olinyapti. Shu ma'noda endi O'zbekiston uchun ham bu illat global vaziyat signal hisoblanadi va yoshlar orasida giyohvandlik, psixotrop moddalar va turli sintetik moddalarning iste'moli o'sib borayotgan va yashirin laboratoriyalar sonining o'sib borayotgani bu illatning keskinlashayotganini ko'rsatadi. Bugun yoshlar o'rtasida mana shu illatga qarshi kurashishda to'g'ri juda katta ishlar qilinyapti. Statistika bor bunda. Tadbirlar olib borilyapti, lekin Ahrorbek buni tub mohiyatiga yetib, demak, o'sha bizni yoshlarimizni ongini mana shu immunitet bilan to'ldirish kerakmi yoki unda qaysi yo'llardan foydalanish kerak? Mana siz ko'proq targ'ibotchi sifatida ham, umuman ma'naviyat sifatida ham shu joylarda yoshlar bilan ko'p uchrashasiz. Mana shu masalaga kelganda qaysi yo'nalishda ishlash mumkin yoki u qandaydir samara berishi mumkin? Ko'p gapiramiz, O'zbekiston yoshlar mamlakati. Haqiqatan ham bugun O'zbekistonda o'rtacha yosh qariyb 30 yoshni tashkil qiladi. Bu haqiqatda yoshlar mamlakati, lekin bularni yuqorida aytganingizdek, har safar mana shu ommaviy axborot vositalarida chiqishimizda, joylardagi targ'ibotda ham aytib o'tamiz. Buni ildiziga, o'zingiz ham aytib o'tdingiz, hurmatli boshlovchi. Ildizi qayerda? Ya'ni bu biz uzoqroqdan keltirib o'taman, misol keltiraman. Biz oila quramiz. Oila qurgandagi asosiy maqsad albatta oilani baxti bu farzand. Albatta farzandni kutamiz, vaqtida farzand bersa xursandmiz. Ozgina kechiksa dunyoga sig'may qolamiz, oilalarning buzilishiga olib keladi va farzand ko'rgandan keyin uni juda quvonamiz, albatta bu yaratgan ne'mati. Va biz shu daqiqadan boshlab albatta uni qanday inson bo'lishiga, komil inson bo'lishiga, hayotda o'z o'rnini topishidan ko'ra uni dabdabali qilib tug'ruqxonadan olib turishga e'tibor qaratamiz. Keyinchalik uni maktablarga berishga harakat qilamiz, ko'pincha obro' uchun. Men nima uchun aytmoqchimanki, hech kim uni mafkurasiga, uni ertangi kunga maqsad qo'yishiga e'tibor qaratmaydi. Va rivojlangan mamlakatlarda, mana xususan Yaponiyaga ham qaratsak, ularda to'g'ri tarbiya yo'naltirilganligi uchun bolalarda maqsad bor. Yuqorida aytib o'tishdi mas'ul idora vakillari, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish. Asli maqsadi bor yoshda bo'sh vaqt bo'lmaydi. Bugun nima uchun mana sport tadbirlari, ommaviy mana shu tadbirlar, 5 tashabbus olimpiadasi deymiz, ko'rik tanlovlar doimiy o'tkazilishi sababi asosiy uni bo'sh vaqtini doimiy ko'rik tanlov bilan ushlab bo'lmaydi. Ma'lum bir tanlovlarda, ma'lum bir musobaqada o'sha yosh, o'sha bola o'zini hayotdagi maqsadiga, nimadirga qiziqish uyg'onishi kerak. Agar biz o'sha qiziqishni vaqtida uyg'ota olmasak, unda maqsadsiz bola har tomonga yo'rg'alaydi. Va yana bir masala, to'g'ri, bolaga qanday qilib bu giyohvand moddalarni o'rgatish mumkin? Mana bir oyda biz o'tkazamiz, hurmatli boshlovchi, korrupsiyaga qarshi kurash oyligi, yong'in xavfsizligi oyligi, botulizmga qarshi oylik, shunaqa oyliklar o'tkazamiz-da, lekin bunday olib qaraganda balki bugun boshqacharoq yondashishimiz kerakmikin? Biz korrupsiyaga qarshimiz degandan ko'ra biz halollik tarafdorimiz deganimiz ma'quldir. Biz sog'lom turmush tarafdorimiz deganimiz ma'qulroqdir deb o'ylayman. Chunki har oyda, mana ayniqsa ta'lim vakillari ham turishibdi, har oyda ketma-ket biz uni yomonlikdan
saqlan desak, axir u suveren davlatda yashayapti, mustaqil davlatda yashayapti. Nima uchun uni ongiga faqat yomonlik, to'g'ri, yomonlikni ogohlantirishimiz kerak. Balki uni biz to'g'ri maqsad qo'yib, kitob o'qishga o'rgatib, fikrlashga o'rgatsak, o'zi yaxshi yomonni ajratib olish kerak-ku. Axir narkotik moddani iste'mol qilgani nimaga olib keladi? Ya'ni u nimaga olib keladi? U hoy-havas, kayfu safo, hech qanday rohatlanish. Axir uni ota-onasi o'rgatgan bo'lish kerak. O'g'lim, rohatlanish faqat mehnat evaziga bo'lish kerak. Rohat nima? Erishgan yutug'ing, bitta kitobni o'qib, undan olgan rohating, bir bog' yaratding, bog'da o'sha daraxtlar uni o'sib meva bersa u rohat. Yoki qaysidir bir ko'prik qurib, yaxshi bir ish amal qilib, bir yaxshi bir o'sha to'g'ri ma'noda dori vositasini bir kashf qilib, insonlar undan shifo topsa, o'shandagi xursandchilik uni ortidan kelgan duo u haqiqiy o'sha xursandchilik, o'sha rohat bo'lish kerak-ku. Va bolam, har bir senga taklif etilayotgan rohatni ozgina fikrlagin. Jon bolam, har bir narsada taklifni fikrlagin desa, biz nafaqat bu narkotik moddalar, boshqa illatlarga ham kelganda shunchaki rohat nima uchun keladi? Bobom aytgandi, onam aytgandi menga, hech narsa o'z-o'zidan rohat kelmaydi, ma'lum bir mehnat evaziga bo'ladi. Baxt ham mehnat evaziga bo'ladi degan masalani men o'ylaymanki, shu chuqurroq singdirishda ma'lum bir darajada kamchilikka yo'l qo'yapmiz yoki o'sha faqatgina o'sha yuqorida aytib o'tishdi mas'uliyadan faqat o'sha katta sifralar bilan uni faqat ruhiyatga zarba berish emas, balki buni oddiy tilda aytganda o'sha xalqona tilda chuqurroq tushuntirishga intilmayapmizmikin yoki ma'lum bir ma'noda biz eskicha uslublarni qo'llayapmizmikin yoki yangicha uslub deb turib milliy qadriyatlarni unutib qo'yapmizmikin degan savollar ham bor. Nima uchun deganda yuqorida aytib o'tishdi, bugun bu borada ma'lum bir salbiy natijalarimiz ko'zga tashlanyaptiki, demak biz qandaydir amalga oshirayotgan loyihalarimiz, yuqorida siz aytgandek hamkorlikda ishlayotgan loyihalarimizni yana bir bor ko'rib chiqqan holatda buni chuqurroq zamonaviy va milliy qadriyatlarga asoslangan holatda yangicha yondashuvlarni joriy etish kerakmikin degan bir xulosaga fikrga kelyapmiz hozir. Albatta, demak sizni fikringizcha, demak insonni hadeb bir yo'nalishda, bir xil fikrda ushlab turishdan ko'ra, u turmush tarzini o'zgartirish yoki o'sha voqelikka yoki illatga nisbatan immunitet hosil qilish yoki qarshi kurashishda eskirib qolgan vositalardan emas, shu yangilik, yangicha bir yondashuvlar kerak. Shu ma'noda mana Ramzidan sizda ham juda katta bir tajriba bor. Aytaylik, mana shu illatga qarshi kurashda xalqaro bir tajribalar nimadan iborat? Biz ulardan qanday andaza olishimiz mumkin va bu qanday samara beradi ertaga? Haqiqatdan bugungi kunda globallashgan davrimizda giyohvandlik va psixotrop moddalarga qarshi kurash masalasi kun tartibidagi dolzarb masalalardan biriga aylanib qolmoqda. Umuman olganda ushbu jarayonlarga har xil rakurslardan qarash mumkin. Qaysidir jihatdan tibbiyot xodimlari uni fiziologik rakursiga qaraydi, ya'ni inson salomatligiga u salbiy ta'sir qiladi. Yoki huquqni muhofaza qilish organlari uni jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi, ya'ni jamiyat uchun ijtimoiy xavf yuqoriligiga qarab baho beradigan bo'lsa, biz bevosita ma'rifat hamda ma'naviyat targ'ibotchilari bu jarayonga ijtimoiy xavf nuqtai nazaridan yondashamiz. Ya'ni ijtimoiy xavf deganda avvalo ushbu giyohvandlik va psixotrop moddalarni jamiyatdagi insonlarning idrokiga, tafakkuriga, dunyoqarashiga va boshqa insonlar bilan bo'lgan munosabatlarda o'zini shakllantirishiga, ya'ni barkamol shaxs tarbiyasiga salbiy ta'sir qilayotgan jarayon sifatida yondashadigan bo'lsak, bevosita tibbiyot sohasining buyuk mutafakkirlaridan biri Abu Bakr Ar-Roziy o'zining qarashlarida ta'kidlab o'tadi. Bevosita o'z aqlini qandaydir moddalar bilan ovutayotgan inson endilikda o'zligiga ega emas deyiladi. Ya'ni o'zini o'zi boshqara oladigan holatda emas. U qaysidir modda, qaysidir element yoki qaysidir vositaning ta'siriga tushib qoldim bo'ldi, o'zligidan ayriladi. Ya'ni o'zini o'zi boshqara olmaydigan holatga shakllanib qoladi. Bugungi kunda giyohvand moddalar yoki psixotrop moddalar insonlarda idrokiga va tafakkuriga juda katta zarba beryapti. Ayniqsa yoshlar masalasi. Yoshlar masalasiga qaraydigan bo'lsak, shunaqa psixologik statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 14-25 yosh oralig'idagi yoshlarda shunaqa vaziyat bo'ladiki, u avvalo o'zi mustaqil qaror qabul qilishga qiynaladigan davr. Bu birinchi masala. Ikkinchidan hayotda, ya'ni katta hayotga qadam qo'yayotganda kelajakda o'zining kim bo'lishini hal qiladigan va uchinchisi o'z tengdoshlari va jamoadoshlari o'rtasidagi har qanday ijtimoiy bosimga ta'sirchan holatdagi davr hisoblanadi. Hamda yoshlarni nima uchun giyohvandlikdan saqlash yoki asrash masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ayniqsa ushbu jarayonda yoshlar, ya'ni har qaysi millat yo davlat kelajagi bo'ladigan bo'lsa, ularning qo'lida juda katta imkoniyat, juda katta mas'uliyat va juda katta vazifalar turibdi. Xususan, agar shu jarayonga bitta misol tariqasida oladigan bo'lsak, 17 yoki 18 yosh bola
da shunaqa psixologik holat bo'ladiki, u o'zini jamoadoshlar, ya'ni tengdoshlar orasida qaysidir qolganlar amalga osha olmayotgan ishni amalga oshirish orqali ulardan ustunligini isbotlashga harakat qiladi va ustunlikni isbotlash jarayonida qaysidir jihatdan mana shu holatlar, ya'ni giyohvandlik yoki psixotrop moddalarni iste'mol qilish, qolganlar qilmagan harakatlar yoki holatlarni sodir etish ularga qaysidir jihatdan jamoada ustunlik berish kayfiyati mavjud. Xuddi shu kayfiyatni yoki xuddi shu jarayonni biz tegishli holatda o'sha Yevropa tajribasi yoki milliy tajriba asosida boshqa maqsadli hamda jamiyat uchun ham xayrli ham manfaatli bo'lgan sohaga yo'naltiradigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xususan ushbu jarayonlarda dunyodagi juda ko'p rivojlangan mamlakatlar tajribasi bor. Xususan Islandiya model deyiladi. Islandiyada juda katta tajriba bor. Ushbu sohada 15 yilda davlatdagi giyohvandlik hamda psixotrop moddalar bilan shug'ullanadigan yoki shuni iste'mol qiladigan yoshlar sonini 70% ga kamaytirgan. Nimani hisobiga 70% ga kamaytirgan? Ular yoshlarni musiqa, ijod, intellektual va boshqa salohiyatlarga qarab turib yo'naltirgan hamda ushbu, ya'ni inson kapitali deymiz, insonni o'z iqtidor, iste'dodlarini namoyon qilish uchun imkoniyat yaratish, ya'ni har bir yoshni o'zining tegishli sohasi bo'yicha kvalifikatsiya, ya'ni tarmoqlashtirish orqali ularni tegishli sohalarga yo'naltirgan hamda giyohvandlik o'z-o'zidan kamaygan va yuqorida biz ustozlarimiz ta'kidlab o'tgandek, bo'sh vaqti bo'lmagan insonda illatga, ya'ni fazilatni illatga bo'ladigan bo'lsak, illatga ehtiyoji qolmaydi, vaqti ham qolmaydi. Ko'proq fazilatni o'zini ustida ishlash bilan shug'ullanadigan bo'lsa, bu Islandiya modeli. Hamda Fransiya modelida shunaqa qarash bor. Fransiyada har qaysi kinematografiya sohasidan bilamiz, katta tajribaga ega kino yoki boshqa hujjatli filmlar orqali ko'proq targ'ib qilishadi. Ushbu jarayonda salbiy oqibatlari masalasiga urg'u berishadigan bo'lsa va so'ngida eng ta'sirli jihati bu Portugaliya hamda Niderlandiya tajribasi o'zimda ham juda katta taassurot qoldirdi. Unda shunday qarash bor. Giyohvand yoki psixotrop moddani iste'mol qilayotgan shaxsga davlat jinoyatchi sifatida emas, u yordamga muhtoj inson sifatida qaraydi. Hamda jamiyatda xuddi shu kayfiyatni uyg'otadi. Ya'ni shu narsaga qiziqayotgan yoki shu narsaga simpatiya, ya'ni moyilligi mavjud bo'lgan insonga ham aytiladi. Sen jinoyatchi emas yoki shu holatni sodir etganda sen yordamga muhtoj bo'lib qolasan. O'zingni o'zing boshqa olmaysan, kimdir yordam berishga majbur bo'ladi senga. Shuning uchun o'zingni o'zing boshqarishing kerak. Ya'ni qaysi jihatdan xavfsizlik nuqtai nazaridan ham ijtimoiy jihatdan, ya'ni insonning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatgan holatda amalga oshirilyapti. Endi bugungi kunda mamlakatimizda yoki jamiyatimizda ushbu holatlarni oldini olishda Yevropa tajribasi bilan birgalikda bizda shunday tarixiy qadriyatlarimiz bor, an'analarimiz bor. Bizda jamoatchilik nazorati qadim davrdan shakllanib kelgan va jamoatchilik nazorati qaysi holatda? Yoshi ulug', nuroniy hamda katta hayot tajribasiga ega bo'lgan insonlarning gapi har qaysi jamiyatda yoki har qaysi mahallamizda yoki jamoamizda yuqori ko'rib kelingan. Ya'ni shunday insonlar jamoatchilik nazoratini shakllantirish, ya'ni ko'chada ko'rayotgan holatimiz, agar ko'chada shunga o'xshash holatni kuzatadigan bo'lsak, u quruvchi uchun ham, u kosib uchun ham, u sartarosh uchun ham dolzarb masala. Chunki qaysi jihatdan ko'chada kimdirdir farzandini yoki begona bironta insonni shu holat bilan shu holat sodir etayotganini ko'rayotgan bo'lsak, uyga borganimizda o'zimiz farzandimiz yoki o'zimizning akamiz yoki o'zimizning ukamiz ham shu narsaga ruju qo'ygan yoki shu narsaga qaysi jihatdan aloqador bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bitta jarayonga jamoatchilik nazoratini kuchaytiradigan bo'lsak, bevosita huquqni muhofaza qilish organlari yoki tibbiyot xodimlari yoki jamoatchilik vakillari, targ'ibotchilar emas, jamiyatda yashayotgan, shu yurtda, shu vatanning farzandi bo'lib, shu jamiyatga foydasi tegishini istayotgan har bir insonni agar bu burch sifatida bir shakllantiradigan bo'lsak, menimcha buni natijasi ham ijobiy bo'ladi, ham hamma uchun manfaatli bo'ladi. Hozir mana o'smirlik chog'ida, mana shu inson shakllanishida, demak, turli xil ruhiy holatlar kechadi. Mana hozir Ahror begam aytdi, demak, bunday sharoitda demak, o'smirga, o'sha yoshdagi, o'sha muhitdagi yoshlarga qandaydir yo'l ko'rsatadigan, unga ko'mak beradigan kuch kerak, to'g'rimi? Mana shu kuch kim? Bu ma'naviyat va ma'rifat targ'ibotchisi deylik, yoki o'qituvchidir yoki boshqa bir bizda o'sha qadriyatlarimizga mos, mana buvijonlarimiz, otaxonlarimiz deylik, o'z ota-onasidir ehtimol. Lekin shunday bir sabablar bo'ladiki, demak, bunday jarayonda o'sha yoshdagi boladagi o'zgarishni kuzatib, unga to'g'ri munosabat bildira olmay qolish mumkin va oradagi shu
befarqlik buni yomon yo'lga solish mumkin. Shu ma'noda Gulnozaxon, mana siz xalq orasida, aholi orasida ko'p muloqotda bo'lasizda, qarang. Hozir mana shunday illatlarga berilib ketgan yoki giyohvand moddalar iste'moli yoki psixotrop moddalar iste'moliga ruju qo'ygan ayollar, qizlarni ham uchratamizda. Bu endi millatimizga xos bo'lmagan bir ko'rinishda, bu salbiy ko'rinish. Mana siz ayol sifatida, ona sifatida, aytaylik, bir targ'ibotchi sifatida mana shu yo'nalishda xotin-qizlar orasida, umuman olganda yosh qizlarimiz orasida qanday ishlar amalga oshirsak, shu ta'sirchanroq bo'ladi, samaraliroq bo'ladi. Shular xususida. Assalomu alaykum. To'g'ri aytasiz, prezidentimizning bir gaplari bor. Loqaydlik, beparvolik har bir jamiyatda tanazzulga olib keladi. Hamma jinoyatchilikning ham, illatlarning ham boshi loqaydlik, beparvolik. Jaloliddin Rumiyning shunaqa gaplari bor. Sen dushmaningdan qo'rqma, nari borsa o'ldirishi mumkin. Sen do'stingdan qo'rqma, nari borsa dushmanlik qilishi mumkin. Sen loqayd, befarq insondan qo'rqki, u seni jamiyatda o'z o'rningni yo'qotishga harakat qiladi. Hozirgi kunda hamma jinoyatlar shular qatorida giyohvandlik asr vabosi deymiz. Bu vaboyimiz yosharib boryapti. Oldinlari yosh kattalarning o'rtasida giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish, olish, sotish holatlar bo'lardi. Hozir yoshlarning o'rtasida bo'lyapti. Nima uchun yoshlarning o'rtasida bo'lyapti? Chunki biz hozir to'kin, erkin, demokratik davlatda yashayapmiz. Yoshlarimiz hech narsaga ehtiyojlari yo'q. Hamma narsalar oldilarida muhayyo. Qachonki yoshlarni sizlar aytganda bo'sh vaqti ko'payadi, yonida qo'shimcha mablag'i ko'payadiki, u kayf safoga beriladi. Qush uyasida ko'rganini qiladi deymiz. Mana Yahyobek ta'kidladilar, hamma narsa oiladan, oiladagi muhitdan boshlanadi. Agarki uyda ichkilik bilan bog'liq holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'rganadi. Ichkilik kayf safoni o'rnini bosa olmayaptimi? Keyin giyohvandlikka o'tishi mumkin. Shular qatorida yoshlarimizni bu illatlardan asrash, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, targ'ibot vositalarini deymiz. Bu narsalar bo'lyapti. Lekin shularning ichida hamma yoshlarni qamrab ola olmaymiz biz. Chekka hududlarda, chekka aholi vakillari bilan ham biz targ'ibotlarni olib boramiz. Aholi vakillarini to'playmiz. Kattalarni o'giti, qadriyatlarimiz, an'analarimizni davomchilarini tarbiyalash uydagi yosh kattalarni bog'liq. Qachonki ular o'zlari to'g'ri yo'lda ko'rsatib, o'shani yoshi ozgina tergab, qattiq gapirib, yaxshi gapirib turib yo'lga solishsagina, bu yerdagi tashqaridagi ta'sirlar keyin gaplarimiz keyin ta'sir qiladi, yetib boradi. Targ'ibotchi, ustoz birinchi o'rinda ota-ona hisoblanadi. Ota-ona insonni birinchi ustozi hisoblanadi. Maktabda biz ta'lim oldirgani boramiz, lekin biz O'zbekistonda ta'lim bilan birga tarbiya ham olib boriladi. Biz yoshlarni to'g'ri yo'lga solish, gapirish, to'g'ri turishini gapiradigan bo'lsak, biz qachon ta'lim bera olamiz? Qachonki ota-ona, mahalla, ko'y, yosh kattalar birga bahamjihat bo'lib, ahillikda, inoqlikda bir yoqadan bosh chiqarib ularni olib borsakgina, keyin biz o'ylagan maqsadimizga yetamiz. Endi shu o'rinda aytaylik, shunday psixologik muhitga tushib qolgan ayol deylik, men sizga ko'proq yoki qizlarimiz, o'smir qizlarimiz o'zining dardini kimga ayta oladi hozir? Va to'g'ri yo'lni kimdan qidiradi? To'g'ri yo'l birinchi o'rinda aytganimdek ona o'rnak bo'ladi qizga, o'g'ilga ota o'rnak bo'ladi. Onaki biz hozir onamiz yaxshi bo'lishi mumkin, lekin uning qizi boshqa yo'lda yurgan bo'lishi mumkin. Nima uchun? Biz zamonaviy yoshlar deb turib olib chiqyapmiz. Zamonaviy yoshlar qanaqangi yoshlar? Bizi tilimizda bilimli, kuchli, aql idrokli, fikrlari teran yoshlarni zamonaviy yoshlar deb ko'ramiz. O'rta yosh, yosh katta. Lekin yoshlar chiroyli kiyingan, chekish, ichish holatlarini biladigan, yurish turish, rus tilida yoki boshqa tillarda o'zbek tilini aralashtirib gapira oladigan, ko'cha tilini biladigan yoshlarni zamonaviy yoshlar deb tushunadi. Biz o'shalarni chekishni o'rgandimi, ertagalikka u ichishni o'rganadi. Ertagalikka boshqa narkotik kayf bermayaptimi, kuchlirog'iga. U nafaqat o'zini, balki yonidagi sheriklarini ham oladi. Qozonga yaqinlashsang qorasi yo'qot degan gap bor. U yonidagilarni ham tortadi, jalb qiladi.
Tungi klublarda ko'p kuzatamiz, hamkor tashkilotlar bilan reydga ham chiqamiz, u yerda ham qilamizda. Yosh qizlar, yigitlar u yerda nima qilishyapti? Tungi vaqtda, oldingilarda, biz oldingi davrlarda ota-onalar shularni nazoratga olgandik. Hozir nazoratga zamonaviy yosh, ota-onani kerak bo'lsa, gapi o'tmay qolyapti yoshlarga. Yoki yosh onalar, qizlar ertaga jamiyatda jamiyatda kelajagimizni avlodlarini yetishtirib beradigan insonlar, onalar, qizlar. Shular ham ichishga, chekishga ruju qo'yishgan. Nima uchun qo'yishyapti bular? Bularni bo'sh vaqti ko'p. Qo'llarida oshiqcha mablag'lari ko'p. Ularni nimaga sarflashni bilishmayapti. Ularni to'g'ri yo'lga soladigan ota-onalar yoki bobojon, buvijonlarni o'rni yo'qolib borayotganligidan. Rivojlanayotgan zamonda hozir hamma ishi bilan band. Ishlaymiz, uyga boramiz, yeb ichish, tirikchilik, ovqatlarimizni qilamiz. Farzandlarimiz, oldimga kechi, bugun nima dars qilding? Nima mavzu o'tding? Nima haqida mulohaza qilding o'qituvching bilan? Bunaqangi so'rashga vaqtimiz yo'q, yetkiza olmayapmiz. Lekin dars qildingmi? Ha, qildim. Nazorat yo'q. Bola sekin dars qiladi, bir kun, 2 kun qiladi. Onam ha bo'ldi, xo'p, tushunarli deydi, qoladi deydi, keyin yolg'on gapirishga o'tadi. Yolg'on gapiradi, keyin buni orqasidan hammasini yetarlashib keladi. Jinoyatlar, illatlar. Biz Ramzidan aytganda fazilatlarni emas, illatlarni rivojlantiryapmiz hozir. Yoshlarga ta'sir doirasini kuchaytirishimiz kerak ekan. Endi ta'sir doirasi yana bir ta'sir qilish emas, aytaylik ularga ijtimoiy ko'mak tarzida. Aytaylik, boya aytildiki, giyohvandlikka qarshi kurash uchun emas, sog'lom turmushga yo'naltiradigan bir fikrlarda ham, aytaylik, biz gapirayotgan so'zlarimizda ham, biz talqin qilayotgan o'sha kontentlarimizda ham, demak, giyohvandlik moddasi, narkotik degan so'zdan voz kechib turib, sog'lom turmush, sog'lom hayot degan bir o'zgacha bir yondashuvlarni ham masalan shu yoshlar orasida singdirsak, demak qanaqadir ta'sir choralarimiz o'sha yana ta'siri ketyapti, foydali tomoni ko'proq bo'ladi. Mana umuman olganda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida mana shunday giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarning qonunga xilof ravishda muomalada bo'lishi bilan bog'liq jinoyatlar sodir etgan shaxslar ustidan ma'muriy nazorat o'rnatish ham belgilab qo'yilgan, aynan bu qonunning 38-moddasida. Umuman olganda mana shunday shaxslarni reabilitatsiya qilish, ijtimoiy ko'nikma hosil qilish yoki mana shunday illatdan voz kechish uchun biz qandaydir aytaylik ijtimoiy bir yordam, ko'mak markazlarimizda qandaydir yo'llar bilan ularni to'g'ri yo'lga boshlayapmiz. Mana shunday nazoratda turgan shaxslar bilan ishlashda ko'proq nimaga e'tibor qaratish kerak? Giyohvandlikka qarshi kurashda faqatgina ichki ishlar organlarida emas, balki barcha davlat tashkilotlarida, shuningdek mana shu jamiyatning barcha qismlarida birgalikda harakat qilinsa, buni bunga qarshi kurashish ham, oldini olish ham o'zining samarasini bera boshlaydi. Aytyapmiz, hozir giyohvandlik va psixotrop moddalar deyapmiz. Psixotrop moddalar tushunchasi bor. Ular ba'zilarda yoshlarda noto'g'ri tushuncha bor. Psixotrop moddalar giyohvandlikchalik xavfli emas, lekin xavfli emas degan tushuncha mavjud emas. Barcha psixotrop moddalar avval o'ziga o'rgatadi va sekin-sekin kayfiyatni sun'iy tarzda yaxshilashga, sun'iy rohat olishga olib keladi va asta-sekinlik bilan o'ziga qaramlikka olib keladi. Shuning uchun mana shu islohotni tag zamiri shundaki, kelasi yildan boshlab mana shu shifokorlar retseptsiz hech qaysi dori berilmaydigan bo'lyapti. Ya'ni bunda retsept qanday yoziladi? Oldingiday qo'l yozma emas, balki maxsus belgilar orqali shifokor retsepti yoziladi hamda mana shu belgilar orqali ularga mana shu xaridorlarga dorilar berilishi islohoti amalga oshirilayotganligi, bu yana ham qaysidir ma'noda mana shunday psixotrop moddalariga nima desa bo'ladi, yoshlar tomonidan sotib olinishini qaysidir ma'noda cheklaydi. Giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlar to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik belgilangan va bu 43-modda. Mana shu qonunni amaliyotga joriy etishda demak har tomonlama demak
giyohvandlik vositalarini bir jamiyatda yoki o'sha bir davlatda harakatlanishi ham belgilab qo'yilganda, u tibbiy maqsadlarda yoki boshqa maqsadlarda foydalanish nima deydi, belgilab qo'yilgan va qonundan asoslab berilgan. Endi mana shunday holatlarda ana shu 43-moddada mana shunday qonunchilikni buzganlikka qanday choralar ko'riladi? Jinoiy javobgarlik giyohvandlik vositalarini saqlash, oldi sotish bilan shug'ullanish 16 yoshdan belgilab qo'yilgan. 16 yoshga to'lgan har qanday shaxs bu holat bo'yicha javobgarlikka tortiladi. Bu holatlar bu ham aytib o'tdik, amaldagi jinoyat kodeksining 273-276-moddalarida jinoyat giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadida o'zida saqlash yoki o'sha o'tkazish bo'yicha aytib o'tildi. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini miqdoridan kelib chiqqan holatda oldin bu holat bo'yicha sudlangan yoki sudlanmaganlikdan kelib chiqqan holatda eng og'ir jazosi bu yerda 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deb belgilab o'tilgan bu holatlar. Mana shu profilaktik tadbirlar doirasida aytaylik, mahallalar, biz eng yalgi shunday masalalarni yechadigan, shu holatlarni o'rganib, ularga befarq qaralmaydigan va o'sha joyda bir muammoni bir mohiyatiga yetib o'rganadigan shu mahalla institutimiz bor. Mana mahalla institutlarida bevosita profilaktika inspektorlari 7lik birgalikda mana shunday illatlarga qarshi hamkorlik qilinadi, kuchaytirilgan. Endi qarang, mana shu yo'lga kirib qolgan, shu jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni, aytaylik, voyaga yetmagan shaxsni mana shunday jinoyat ustida qo'lga olinsa, uni aytaylik ota-onasiga nisbatan yoki o'ziga nisbatan qanday jazolar qo'llanadi? Albatta, bu voyaga yetmaganlarga, ya'ni javobgarlik yoshiga yetmagan shaxslarga nisbatan bu holatlar sodir qiladigan bo'lsa, ularning ota-onalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha 47-moddasi bo'yicha javobgarlik belgilangan. Agar bu aytib o'tganimizdek javobgarlik yoshiga yetgan bo'lsa, jinoiy javobgarlik bilan javobgarlikka tortish belgilangan. Demak, har qanday sharoitda ham jinoyat jazosi qolmaydi. Va u albatta voyaga yetmagan shaxs bo'lishi mumkin, lekin u demak albatta ota-onasi orqali demak mana shunday jazolanishi muqarrar. Endi keyingi paytlarda mana internet orqali, turli xil ijtimoiy tarmoqlar orqali giyohvand moddalar yoki psixotrop shunaqa tabletkalarni, shunday bir vositalarni tarqalishi ko'payapti-da. Endi qarang, biz dunyo hamjamiyatida hozir ochiqlik, shaffoflik ma'nosida demak barcha imkoniyatlarni berib qo'yganmiz. Aytaylik, internet tarmoqlari ham bizda ochiq, shaffof, lekin mana shu imkoniyatlardan o'z manfaati yo'lida foydalanayotgan giyohfurush insonlar ham bor-da. Mana shu ma'noda yoshlarni shu internet orqali mana shunday giyohvandlik balosiga yo'liqishini oldini olish uchun nima qilsak bo'larki? Shu ma'noda bizda qanaqa tajriba bor? Alloh, hurmatli boshlovchi, juda to'g'ri aytdingiz. Mana yuqorida mas'ul idora vakillari aytishgandek, o'sha giyohvand moddani olib kirishga harakat qilayotgan hamda o'sha mamlakatimizda o'shani sotayotgan insonlar ham aksariyatda o'zimizni shu yurtning vakillari hisoblanadi. Ming afsuski, biz hozir yoshlarga o'rtasida iste'molni oldini olish haqida gapiramiz, lekin o'shani tarqatayotgan insonlar deyish mumkin bo'lsa, menimcha shu insonlar o'sha daromad topish uchun, boylik orttirish uchun hech narsadan tap tortmayapti. Oilalarning baxtsizligi evaziga, o'sha yoshlarni hayotini barbod qilish evaziga, jamiyatni parokanda qilish evaziga bo'lsa ham shu boylik orttirishdan qaytmayotganligi eng katta fojiamiz aslida. Bugun yuqorida aytdim-ku, yoshlar mamlakat deyapmiz, lekin ota-onalar mana shu vaziyatda qandaydir befarq qarayotganligimiz. Hozir ham ming-minglab biz vatandoshlarimiz kuzatib borishyapti. Kimdir aytishi mumkin, ming afsuski, hammani farzandlarim hozir o'z yo'lini topganda, menga bu masala muammo emas, hayotda o'zini topgan deyish qarash va bu eng katta bizning fojiamiz. Bir juda katta bir podshoh ustoziga xat yozib, ustoz, menga shuncha tarbiya berdingiz, men so'ramoqchiman. Mana men degan davlatni, jamiyatni nima tanazzulga uchratadi deb
xat yozsa, ustozi tomonidan bir necha marotaba o'sha xatga javob berilmaydi. Va oxiri qayta yozgandan keyin ustozi o'sha mamlakatni podshohiga javob beradi. Shogirdim esdan chiqarmagin, har qanday mamlakatni, har qanday jamiyatga menga nima deb qarash tanazzulga uchratadi deydi. Bugun ming afsuski, bugun qaysidir muammo bo'ladigan bo'lsa, menda bunday muammo yo'q deb be'tibor qaratilayotganligi va yuqorida Ramziddin aytib o'tganlaridek o'sha ulug' qadriyat, daxldorlik hissi, o'sha o'zini farzandidek ko'rish, boshqani dardini his qila olish, mana shu narsa ma'lum bir ma'noda o'sha o'rta yosh qatlamida hurmatli boshlovchi unchalik ko'zga tashlanmayapti. Ya'ni men o'ylaymanki, bugun yana aytamiz, bugun o'z-o'zidan hammamiz keyin sudga borgandan keyin tegishli o'sha tergov idoralaridan keyin sudga taqdim qilib, unga sud hukmi o'qilgandan keyin achinish bilan qaraymiz. Lekin kecha o'sha narsani biz ko'rdik-ku. O'sha narsani ma'lum bir ma'noda shuni ota-onasiga aytishdan ham bugun tortinyapmizda. Ke xunuk ko'rinmaylik, ke o'zini ota-onasi bor-ku degan andisha endi ma'lum bir ma'noda bugun balki andisha ham illatga aylandimikin deb o'ylab qolyapmiz-da. Bugun men o'ylayman, u yuqorida turli xil savol berishingiz mumkin. Hammasida aytaman, ozgina daxldorlik, xunuk ko'rinsa ham bitta bolaga 7 mahalla ota-ona bugun nahot so'zda qoldimikin deb o'ylab qolyapman-da bugun. Achinish hissi, axir o'sha bolani bitta mahallada nima uchun mana kitobxon qila olmayapmiz? Mana uzoqroq qaytamiz. Siz o'zi internet deyapsiz. Internetdan to'g'ri foydalanish deyishimiz mumkin. Bitta kitobxonlik muhitini yaratib bera olmayapmiz. Qaysidir oila mana hamkasblarimiz aytishdi, harakat qilib oilasi sog'lom muhitini yaratsa-yu, lekin yon qo'shnisi kitob nimaligini bilmasa oila bilan. Av bola chiqqandan keyin men bugun mazza qilib kitob o'qidim deb maqtanadigan bo'lsa, u bola telefonidagi qandaydir o'yin bilan maqtanadigan bo'lsa, u qanday xulosaga kelish mumkin? Men nima demoqchiman? Umumiy ma'noda bugun biz g'oyaviy birlik, masalan, mana shu hamfikrlik, o'zaro bir mehr-oqibat masalasida ham ma'lum bir savollar uyg'onib qoldi va shu borasida siz internetda aytayapsiz, oddiy ko'chada kuyda ko'rganda o'sha bolani ozgina rag'bat berish yoki o'sha ozgina tanbeh berish, insoniylik chegarasi bilan tanbeh berish masalasiga befarq qolayotganligimiz nafaqat bu illat, boshqa illatlarni ham keltirib chiqaryapti. Chunki u daxldorlik hissini singdirish, bu mahalla qo'ydi deymiz, mahalla yettiligi ishlayapti deymiz, baribir uni yoniga kirmaydigan bo'lsak, sen menga tegma, men senga tegma yoki o'sha xunuk ko'rinmaydi degan bir fikr bilan yashaydigan bo'lsak, bu oldinga qo'yayotgan prezidentimiz boshchiligidagi xalqchil izchil islohotlar, bu tashabbuslar, bu chet el davlatlar bilan, uzoq davlatlar bilan bu hamkorlik qilib yangi zavodlar, yangi investitsiya olib kirib, bu xalqim yanada boy yashasin deganlar bilan biz ma'naviy qashshoq bo'lib qolar ekanmiz. Bu kabi illatlarga qarshi tura olmaymiz va bu kabi illatlar yangi ko'rinishda, yangi bir metodikalar bilan bizni hayotimizga kirib kelishga urinaveradi va bizni o'sha o'zimiz yo'limizdan chalg'itaveradi va shuncha mehnatga yarasha biz samaradorligimiz yuqori bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, bugun tomoshabinlardan iltimos qilardimki, bu har bir farzand bizga berilgan ne'mat va mana shuni hayotda o'z o'rniga ega bo'lib, ertaga rohat topishimiz uchun bugun vaqtimizni topishimiz kerak. Mana hamkasbimiz aytganlaridek, bugun biz qancha vaqtimiz, ishimiz ko'p bo'lishidan qat'iy nazar ma'lum bir vaqt ajratmas ekanmiz, ertaga uni ming afsus o'sha sudning qora kursisida yoki panjara ortida o'tirgandagi dod faryod qilishimiz bu hech narsani o'zgartirmaydi. Bugun oz-moz vaqt ajratsak, ertaga uni katta minbarlarda, katta o'sha chempion bo'lganlik uni rohat olishimiz. Lekin bugun agar shu narzda qaraydigan bo'lsak, meni bolam emas-ku, bu qo'shni bolasi-ku yoki menda bu muammo yo'q-ku deb qaraydigan bo'lsak, bu hammamiz fojiamiz. Bir yutuq mahallada bo'ladigan bo'lsa, hammamiz quvonib yuramiz. Lekin bitta illat bo'ladigan bo'lsa, u albatta unutmaylik. O'sha yerda bir illat tarqaydigan bo'lsa, bitta giyohvand bola o'sha yerda yashaydigan bo'lsa, u albatta bizning farzandlarimizga u ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Bolalarimiz savol tug'iladi o'sha narsani. Biz o'sha narsani qo'pol bo'lsa ham propaganda qilish targ'ibotchisiga aylanib qolish mumkin. O'shani hayot tarzi bilan. Shuning uchun men o'ylaymanki, ozgina yana o'sha o'zimiz qadriyatlarimizga qaytib, sal qattiqroq bo'lib, daxldorlik hissi bilan bir-birimizni qo'llab-quvvatlamasak, bu illatlarga va bu kabi illatlarga, jamiki yomonliklarga qarshi kurashda biz ojiz qolaveramiz. Endi albatta kiberjinoyat bugungi kunda mana shu internet tarmoqlari orqali rivojlanyapti. Mana aytayapmiz-da, mana giyohvandlikka chorlovchi turli xil kontentlar yoki yoshlarning ongiga ta'sir etuvchi o'sha giyohfurushlar
hozir bir qadam oldinga chiqib ketdi-da go'yoki. Chunki ulardagi shu imkoniyatlar, texnologik imkoniyatlar juda ham rivojlandi va biz ularga qarshi kurashishda qandaydir bir choralarni ko'rishimiz kerak bo'lib qolyapti. Endi mana shu kiber jinoyatlarning ichida giyohvandlikka targ'ib etuvchi jinoyatchilik qay darajada hozir kuchaygan? Ko'rishimiz mumkinki, hozirgi kunda nafaqat mana shu jinoyatlarning ichida eng ko'p oshayotgani bu kiber jinoyatlarni miqdori hozirgi kunda jinoyatlarning eng yuqorisiga tobora ko'tarilib bormoqda. Va mana shu kiber jinoyatlar bilan birgalikda mana shu yoshlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali noto'g'ri targ'ibot qilish natijasida mana shunday yomon illatlarga jalb qilish holatlari ko'plab uchrayapti. Bugungi kunda mana shunday jinoyatlar tobora oshib borar ekan, unga qarshi kurashuvchi tizim ham shu qadar shakllanib, yana ham kuchayib boraveradi. Aytmoqchimanki, hozirgi kunda kiber jinoyatlar oshgani sari mana shunday huquqni muhofaza qiluvchi organlar tizimida ham mana shunday kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha maxsus boshqarmalar, guruhlar tuzilib, tobora ularni nima desa bo'ladi? Mana shu noto'g'ri kontent yuritayotgan yoki bo'lmasam o'zini yashirin akkauntlar orqali kiber jinoyatlarni sodir qilayotgan shaxslarni fosh qilish ishlari ham tobora jadallashib, ular bilan izma-iz tarzda kerak bo'lsa ulardan nima desa bo'ladi, yuqoriroq darajada oshadigan mutaxassislar bugungi kunda ish faoliyatini oshirib bormoqda. Bugunga faqatgina mana shu kiber jinoyatlarga qarshi kurash orqali emas, balki mana shunday ma'naviyat targ'ibotchilarimiz orqali mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi faol kontentlar, yoshlarimizni faollikka chaqiradigan, ijtimoiy faollikka chaqiradigan hamda yaxshi fazilatlarni shakllantiradigan kontentlar ishlash orqali mana shunday jinoyatlarga faqatgina tadbirlar orqali emas, balki ijtimoiy tarmoqlar orqali ham qarshi kurashishga samarali vosita hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz ommaviy axborot vositalari, elektron ommaviy axborot vositalari yoki shu ijtimoiy tarmoqlarda xuddi mana shu kiber jinoyatchilik bilan yoki shu internet orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olinayotgani haqidagi xabarlarni, video lavhalarni ko'ryapmiz-da. Demak, bu tizim qanchalik rivojlanmasin, demak, aytaylik salbiy tomon ham yoki profilaktik nuqtai nazardan olib borilayotgan shu texnologik jarayonlar, demak, albatta mana shu illatni ildiziga bolta urishga, uni shu jamiyat uchun xavfli ekanligini ko'zda tutgan holda, demak, insonlarni mana shunday illatlardan asrashga, jinoyatlardan asrashga harakat qilinayotganligini guvoh bo'lyapmiz. Umuman olganda, bugungi ko'rsatuvimizda giyohvandlik, uning inson sog'lig'i, ijtimoiy, ma'naviy muhitga tahdidi va boshqa muhim jihatlargagina to'xtaldik xolos. Demak, bu boradagi suhbatlarimizni hali juda ham ko'p davom ettiramiz va mana shunday suhbatlarimizda ishtirok etayotgan ekspertlarimizga, mutaxassislarimizga, umuman jamoatchilik fikrini uyg'otishga yoki jamoatchilikni mana shunday illatlarga qarshi kurashishda bir hamkorlikni kuchaytirishda, hamjihatlikni yana ham kuchaytirishda mana shunday suhbatlarning ahamiyati katta. Mana qayerda bo'lmaylik, biz ish joyimizdami, qaydadir targ'ibot ishlaridami yoki aholi orasida yurganda, hatto to'y va ma'rakalarda ham mana bizni nuroniylarimiz, katta keksalarimiz turli xil masalalarda fikr yuritiladi. Mana mahallalarda ayniqsa mana shunday masalalar keng muhokama qilinadi. Endi boyagina ham ko'p aytilyapti-da, biz qachonki boshimiz devorga tekkanda oh-voh qilib pushaymon qilganimizdan ko'ra oldinroq uni oldini olishga agar shunchalik bir darajada o'zimizni bir kuch-quvvatimizni sarflasak, g'ayratli bo'lsak, demak bizda mana shunday illatlarga qarshi immunitet ham paydo bo'ladi va mana shunday jinoyatlarni kamaytirgan bo'lardik. Va biz ko'rsatuvimizda ishtirok etgan barcha ekspertlarimizga, mutaxassislarimizga minnatdorchilik bildirgan holda bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Ya'ni efir orqali ko'rishguncha omon bo'linglar, salomat bo'ling.